Bugun mana bir yaqin dugonam men yaxshi ko'rgan kosmetikalarni sovg'a qildilar. Arzor qilamiz. Birinchisi yuzdagi makiyajlarni chuqur o'chirib beradigan, hattoki poralarni ham zo'r tozalab beradigan va har qanaqa kechish qiyin bo'lgan tush pomadalarni ham osonlikcha o'chirib beradigan mana shunaqa gel. Menimcha sherbet deyiladi adashmasam. Bu gelning foydasi yuzdagi poralargacha ham zo'r tozalab beradi. Keyingi mahsulot men yaxshi ko'rib ishlatadigan SPF. Men adashmasam bu SPFni уже 3-yil ishlatyapman, chunki meni yuzimga juda ham zo'r tushgan. Mana shu SPFni sepganimdan keyin umuman buxorda yozlarda qorayib ketmayman. Keyin kremli bo'lmagani uchun yuzga yopishib, chirpillab qolmaydi. Bilasizlar-ku, men bu yozlarda juda ham kremli ishlatish qiyin, o'zi terlab ketasiz. Shuning uchun men kremli teksturali narsalarni yozlarda ishlatishni yoqtirmayman. O'shaning uchun menga mana shunaqa sepiladigan udobniy. Bunisi eski, o'sha tugagan, bunisi esa yangi. Keyingi mahsulotlar Aksusai brendidan serum va Dr. Alteyani 345 kremi. Menimcha bu krem уже ko'pchilik biladi. Odzivlarga qaraganda bu krem yuzni chuqur namlab berar ekan va yuzga lifting effekt berar ekan. Buni endi ishlatib ko'raman. Bu birinchi marta ishlatishim. Aksusai brendidan bo'lsa, men mahsulotlarini yaxshi ko'raman. Hamma mahsulotlarni deyarli ishlatib ko'rdim. Menga yoqdi. Ayniqsa serumini juda ham yaxshi ko'rib ishlataman. Bu yoki 3-chi yoki 4-chi marta ishlatishim. Nima qiladi? Yuzdagi aknedan qolgan dog'larni ketkizib beradi. Даже ugli toshganda ham ketishga yordam beradi. Yuzga lifting effekt beradi, yuzni tiniq qilib qo'yadi. Menga bu juda ham yoqadi. Даже buni ko'z tagiga serumlarini ham, kremlarini ham ishlatganman. Umumiy qilib aytganda, Aksusai brendining hamma narsasi zo'r. Xullas kalom menda shunaqa. Siz qaysi brend mahsulotlarini ishlatasiz? Kommentariyaga yozib keting.